Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan mana shu Telegram kanalidagi a'zo barcha foydalanuvchilari yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qo'shilgunga qadar aytishimiz joizki, bugun suhbatimiz bevosita ijtimoiy himoya, ya'ni ehtiyojmand oilalarga energiya resurslari ta'minotida davlat ko'magi, ya'ni davlat tomonidan elektr energiya yoki bo'lmasam gaz resurslaridan foydalanishda, ularning ta'minotida qanday davlat ko'magi bor? Mana shu savollarga bugun siz javob olasiz va bevosita mana shu kabi yordamlarni qayerga murojaat qilib yoki bo'lmasam qanday tartibda belgilanishini ham eshitishingiz mumkin bo'ladi. Biz bugun davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, ularning qay darajada samarali ekanligi, aholi fikri va amaliy mexanizmlar haqida gaplashamiz. Va bilasiz, 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-aprelga qadar ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchi hamda kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan. Shuningdek, reyestrlarga kiritilmagan, biroq moddiy ahvoli bo'yicha kam ta'minlangan oilalar mezonlariga to'g'ri keluvchi oiladagi jon boshiga daromadi minimal iste'mol xarajatlarining mana shu 1,5 barobardan oshmaydigan oilalarga belgilanadi. E'tibor bering, ya'ni kim nafaqat mana shu ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimiga kiritilgan va kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan, balki mana shu reyestrga kiritilmagan, lekin moddiy ahvoli yomon bo'lgan, kam ta'minlangan oilalarga ham beriladi. Faqat buni alohida ahamiyatga ega bo'lgan jihati shundaki, bu bevosita elektr energiyasi iste'moli va tabiiy gaz iste'moli bo'yicha kompensatsiya va moddiy yordamlar ajratiladi. Aynan mana shu o'sha aytaylik, har bitta oiladagi jon boshiga daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 barobaridan oshmaydigan oilalarga. Shu bilan birgalikda aytish kerakki, elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha kompensatsiyalar to'lovlari qat'iy belgilandi. Ya'ni, xo'sh, bu qanday ahamiyati bor buning? Qaror ijrosiga kirishildimi? Qachondan berishni boshladi yoki bo'lmasa arizalar qachondan qabul qilinishni boshladi? Mana shu savollarga mazkur muloqotimiz javob beradi va bizda bugun ijtimoiy himoya milliy agentligi ijtimoiy to'lovlar sho'basi mutaxassisi Zayniddin Aralov savollarimizga javob beradi va balki o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni bevosita o'sha ekraningizda ko'rib turgan qo'l tugmasini bosib, bevosita bizga belgi berganingizdan keyin sizga savol berish imkoniyati beriladi, aziz eshituvchilarimiz. Marhamat, Zayniddin aka, dastavval aytingchi, o'zi mana shu tartib qachondan deylik o'sha ijrosi ta'minlana boshladi va endilikda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari nimalardan iborat? Assalomu alaykum, hurmatli audio chat ishtirokchilari. Savolingiz uchun rahmat, Rubza opa. Elektr energiyasi va tabiiy gazning bazaviy me'yordan ortiqcha iste'mol qilgan qismiga kompensatsiya to'lash bu 2024-2025-yilgi isitish mavsumidan boshlangan. Ya'ni o'tgan yil to'lovlar amalga oshirilgan. Misol uchun o'tgan yil ijtimoiy himoya reyestr axborot tizimi va mahalla yettiligi tomonidan qo'shimcha shakllantirilgan 15% miqdordagi ehtiyojmand oilalarga kompensatsiya to'lovlari amalga oshirilgan. Misol uchun o'sha elektr energiyasi bo'yicha bazaviy me'yor, ya'ni 200 kilovatdan ortiq iste'mol qilgan 150 kilovatgacha bo'lgan qismiga kompensatsiya to'langan bo'lsa, tabiiy gaz bo'yicha 500 kubdan ortiq iste'mol qilgan, ya'ni tabiiy gazda isitish mavsumida o'sha bazaviy me'yor 500 kub deb belgilangan va 500 kubdan ortiq 250 kubgacha qilgan iste'moliga kompensatsiya to'lovlari amalga oshirilgan. Misol uchun o'sha o'rtacha bir oilaga elektr energiya uchun 48 ming so'mdan va gaz uchun 142 ming so'mdan to'lovlar amalga oshirilgan. Mazkur to'lovlar o'sha mahalla yettiligi bilan birgalikda amalga oshirilgan. Bu yerda o'sha nafaqalar kompensatsiyalarni tayinlash va to'lash jarayonlari to'liq raqamlashgan. O'tgan yili 444 mingta oila kompensatsiya olish uchun murojaat qilgan va ulardan 208 mingtasiga kompensatsiya to'lovlari to'lab berilgan. Qolganlari o'sha bazaviy me'yordan kam iste'mol qilgan. O'tgan yil kompensatsiya olgan oilalar tahlil qilinganda o'rtacha har bitta oila elektr energiyasi bo'yicha 204 kilovat va tabiiy gaz bo'yicha 514 kub iste'mol qilgan. Bu oilalarning 56% o'sha bazaviy me'yorda iste'mol qilgan bo'lsa, 21% shuning 350 kilovatgacha iste'mol qilgan. Demak, bu kompensatsiya orqali qariyb 80% ehtiyojmand oila
elektr energiyasini o'sha bazaviy me'yordagi narxlarda iste'mol qilishga erishdik, ya'ni kompensatsiya to'lovlari orqali. Tabiiy gaz bo'yicha esa mos ravishda 83% aholi kompensatsiya to'lovlari natijasida tabiiy gazni bazaviy narx doirasida iste'mol qildi. Shuningdek, o'tgan yil bir martalik to'lovlar ham amalga oshirilgan. Bu o'sha 1,1 million oilaga, ya'ni 290 milliard so'm mablag' har bir oilaga 270 ming so'mdan bir martalik to'lov to'lab berilgan. Bu yil mazkur tizim kengaytirildi. Ya'ni o'sha o'tgan yil faqatgina yagona reyestrda turgan va qo'shimcha o'sha yagona reyestrdan 15% miqdorida kompensatsiya to'lovlari ham amalga oshirilgan bo'lsa, bu yil ushbu ro'yxat kengaytirilib, xabaringiz bor, bizda hozir kunda ikkita reyestrimiz bor. Ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestri bor. Mazkur ikkita reyestrga kirgan oilalar, shuningdek, reyestrlarga kirmagan, biroq aholijon boshiga to'g'ri keladigan daromadi minimal iste'mol xarajatlarning 1,5 barobaridan oshmaydigan oilalarga ham kompensatsiya to'lovlari to'lanishi belgilab o'tilgan. Shuningdek, kompensatsiya o'tgan yil faqatgina isitish mavsumida to'langan bo'lsa, bu yil o'sha tizimimiz qarorlariga asosan kompensatsiya yil davomida to'lab berilish tizimi joriy etildi. Bu 1-maydan boshlab, may oyida iste'mol qilganlariga 1-iyundan boshlab arizalar qabul qilish jarayoni boshlandi. Bugungi kungacha 700 mingga yaqin oilalar o'sha kompensatsiya olish uchun ariza topshirdi. Mazkur arizalar bugungi kunda tegishli axborot tizimlari orqali o'rganilyapti hozir bugungi kunda va oy yakuniga qadar to'lovlarni to'lab berish choralari ko'riladi. Bu shu Zaynidin aka, keling mana shu eshituvchilarimizga yanada aniqlik kiritish maqsadida aniqlashtirib ketaylik. Demak, o'tgan yili bizda o'sha reyestrda turadigan, deylik, kam ta'minlangan oilalarga berilgan, lekin shu bilan birgalikda qo'shimcha ro'yxat ham bo'lgan, lekin qo'shimcha ro'yxat 15% tashkil qilgan, to'g'rimi? Va bu yil deylik, mana shu qo'shimcha ro'yxatimiz 40% tashkil qilyapti. Va bevosita biz aytishimiz mumkinki, demak, bu yil biz yanada kengroq va yanada ko'proq oilalarni qamrab olishimiz mumkin, to'g'rimi? Shu ma'noda men o'tgan yilgi bilan farqini aytib o'tmoqchi edim. O'tgan yil faqatgina kompensatsiya ish mavsumida to'langan bo'lsa, bu yil davomida to'lanadi. Shuningdek, kompensatsiyani olish muddatlari ham uzaytirildi. Ya'ni o'sha 2027-yil 1-aprelgacha kompensatsiyalar to'lanadi. Bundan tashqari ikkita reyestrdagi va yuqorida aytib o'tganimdek, reyestrlarga kirmagan, biroq aholi oilalardagi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 barobaridan oshmaydigan oilalar ham kompensatsiya olishga murojaat qilish mumkin. Bundan tashqari, o'tgan yil o'sha yagona reyestridagi oilalarning 15% miqdorida qo'shimcha ro'yxat shakllantirilgan bo'lsa, bu yil mazkur qo'shimcha ro'yxatlar 40% ga yetkazildi. Ya'ni bu orqali aholining qamrovi yanada oshirildi va dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, mazkur kompensatsiyani oluvchi oilalar 1,3 milliondan oshishi kutilyapti. Kompensatsiya to'lovlari qanaqa amalga oshiriladi va qayerga murojaat qilish kerak degan savol tug'ilishi tabiiy hol. Elektr energiyasi va tabiiy gazning bazaviy me'yordan ortiq iste'mol qilgan qismi bo'yicha kompensatsiya olish uchun fuqarolar tumanlardagi inson ijtimoiy markazlariga, shuningdek o'zlari istiqomat qilib yashayotgan mahallalardagi ijtimoiy xodimlarga murojaat qilishlari mumkin. Kompensatsiya elektr energiyasi uchun bazaviy me'yor, ya'ni 200 kilovat, undan ortiq iste'mol qilgan 150 kilovatiga kompensatsiya to'lanadi. Tabiiy gazda esa 2 ga bo'lingan. Bu ya'ni tabiiy gazda isitish mavsumi bor. Isitish mavsumida 500 kub, ya'ni 500 kubdan ortiq iste'mol qilgan 250 kubiga kompensatsiya to'lansa, boshqa davrlarda bazaviy me'yori tabiiy gazda 100 kub va undan ortiq iste'mol qilgan 150 kubiga kompensatsiyalar to'lovlari amalga oshiriladi. Bitta savol borda o'zimda, deylik, o'zim yashaydigan mahallada propiskada emasman, aytaylik, va davlat yordamini olishim mumkin bo'ladimi mana shu jarayonda? To'g'ri savol berdingiz. Haqiqatdan bu yerda kompensatsiya to'lashda o'sha ikkita reyestr, ijtimoiy himoya reyestri, kambag'al reyestrda turgan fuqarolarimizning aksariyat holatlarda o'sha abonent raqamlari, ya'ni o'sha elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun abonent raqamlari oilaning nomida emas, ya'ni xonadon, misol uchun ota-onasining nomida yoki ijarada turishi mumkin yoki boshqa yaqin qarindoshi nomida bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu fuqarolarimiz murojaat qilayotganda o'zlari yashab turgan, istiqomat qilib turgan uylaridagi abonent raqamlarini ko'rsatadi va ushbu abonent raqamlari orqali to'lovlar amalga oshiriladi.
Demak, mana biz bilamiz, nafaqat kompensatsiya, balki moddiy yordam ham ko'rsatilishi belgilangan. Ya'ni bir martalik moddiy yordam bu noyabr oyida to'lanadi va u 1 million so'm qilib belgilangan. Kompensatsiyani olgan inson bevosita bir martalik moddiy yordamni ham olishi mumkinmi? Ya'ni ikkala turdagi yordamni olish imkoniyati bormi? Albatta, ikkala turdagi yordam ham olish mumkin. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha poyezd ro'yxatini shakllantirishda ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'allar reyestriga kiritilmagan. Biroq barcha mezonlari o'sha kambag'allar reyestriga to'g'ri keladigan, kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalar mahalla yettiligi tomonidan shakllantiriladi. Bunda mahalla yettiligi qo'shimcha ro'yxatni shakllantirishda birinchi navbatda o'sha boquvchisini yo'qotgan oilalar, oila a'zolari birinchi va ikkinchi guruh nogironlari bo'lgan shaxslar yoki nogironlik xabaringiz bor, 18 yoshgacha nogiron bolalarni parvarish qilayotgan oilalar yoki ayrim oilalarimiz bor, uzoq muddatli davolanish talab etadigan kasalliklar bilan kasallangan shaxslar yashovchi oilalar ham bor. Yoki o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan, yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar yashaydigan oilalar. Shuningdek, bitta xonadonda 3 va undan ortiq yashaydigan oilalarimiz ham mavjud. O'sha birinchi navbatda o'sha 3 va undan ortiq yashaydigan oilalar, shuningdek gaz ta'minoti bo'lmagan va markazlashtirilgan tartibda isitilmaydigan ko'p qavatli uylarda yashovchi oilalar birinchi navbatda o'sha mahalla yettiligi tomonidan qo'shimcha ro'yxatlarni shakllantirishda inobatga olinadi. Rahmat. Yana bitta shunaqangi savol borki, men o'zimda deylik, bir xonadonda ikkita kam ta'minlangan oila yashaydi. Ikkalasi ham yordam oladimi mana shu jarayonda? Kompensatsiya bo'yicha o'sha bir xonadonda ikkita oila yashasa faqatgina abonent raqami bo'yicha to'lanadi. Bunda bitta abonent raqamiga kompensatsiya to'lovlari bir marta amalga oshiriladi. Agar misol uchun bitta xonadonda 2 va undan ortiq oila yashaydigan bo'lsa, ularning misol uchun kadastri alohida bo'lib, abonent raqamlari alohida bo'lganda ikkita oila ham murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Lekin agarda abonent raqami bitta bo'lsa, faqatgina kompensatsiya to'lovlari bitta abonent raqami uchun bir marta amalga oshiriladi. Mana shu yerda bitta savol bermoqchi edim, Zayniddin. Ijtimoiy yordam tizimida shaffoflik va hisobot mexanizmlari qay darajada yo'lga qo'yilgan? Mana aytganmiz, kompensatsiya beriladi, moddiy yordam va mana shu bizda ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan o'sha ijtimoiy yordam tizimida qanchalik shaffoflik va hisobot mexanizmlari qay darajada yo'lga qo'yilgan? To'g'ri aytdingiz, savol uchun rahmat. Yuqorida aytib o'tganimda o'zgartirishlardan yana biri o'tgan yil misol uchun o'sha oilalar har kompensatsiya olish uchun har oyda murojaat qilgan bo'lsa, bu yana bitta o'zgartirishlardan biri faqatgina bu yil bir marta kompensatsiya olish uchun murojaat qiladi oila. O'sha misol uchun mana bugungi kunda 700 mingga yaqin oila murojaat qilgan bo'lsa, mazkur oilalar 2027-yil 1-aprilga qadar bizda o'sha axborot tizimi bor. Axborot tizimi ijtimoiy himoya yagona axborot tizimida kompensatsiya modulimiz bor. Shu tizim orqali har oyda oilaning iqtisodiy holati, ularning iste'moli, elektr energiya bo'yicha iste'moli, tabiiy gaz bo'yicha iste'moli har oyda tizim tomonidan avtomatik ravishda o'rganilib boradi. Bu holatda inson omili ishtirok etmaydi va agar bazaviy me'yordan ortiq iste'mol qilgan bo'lsa, o'sha belgilangan talablarga to'g'ri kelsa, bu oilalarga har oyda to'lovlar avtomatik ravishda amalga oshirilib boradi. Ya'ni fuqarolardan har oyda qayta ariza talab etilmaydi. Bizda Munojot Rabiho'jayeva, sizga navbat berildi. Marhamat, mikrofonni yoqib savolingizni berishingiz mumkin bo'ladi. Munojot Rabiho'jayeva. Assalomu alaykum. Men Bekobod shahridanman. Bitta bolalar nafaqasi olaman. 2 nafar farzandim bor, boquvchimiz yo'q. Ijtimoiy himoya anaqasida turaman. Menga ham beriladimi yoki uni ham anaqasi bormi? Toifalari bormi? Savol uchun rahmat. Agar siz bolalar nafaqasidagi moddiy yordam olsangiz, o'sha yagona reyestrga ro'yxatga o'rgansiz, demak siz o'sha belgilangan tartibda mahallangizdagi ijtimoiy xodimga yoki inson markaziga ariza bilan murojaat qilsangiz, murojaatingiz o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi va agar siz elektr energiya bo'yicha bazaviy me'yor 100 kilovatdan ortiq iste'mol qilgan bo'lsangiz oyiga o'sha 250 kilovatdan ortiq 150 kilovatigacha kompensatsiya to'lanishi mumkin yoki tabiiy gaz bo'yicha isitish davrida 500 kubdan ortiq bazaviy me'yor 500 kub belgilangan, 500 kubdan ortiq iste'mol qilgan 250 kubgacha
yoki boshqa davrlarda bazoviy me'yor 100 kub belgilangan, bugungi kunda o'sha tabiiy gaz bo'yicha o'sha bazoviy me'yordan ortiq iste'mol qilgan 150 kubgacha bo'lgan qismiga sizga ham kompensatsiya to'lovlari amalga oshiriladi. Gulsara ismli qizimiz bizada hozir mana savol bermoqchilar. Marhamat, Gulsara. Assalomu alaykum. Men bolalar nafaqasini olmayman. 3 ta bolam bor. Lekin kambag'allik reyestriga kirgizilganman. Agar mana bu limit deyapsiz, o'shani plastikka tashlab berasizlarmi yoki gaz nimadan o'zlari o'taveradimi? Shunga tushunmayapman. Savol uchun rahmat. Agar o'sha sizga kompensatsiya tayinlanib belgilangan tartibda to'lovlar Xalq bankida ochilgan plastik karta orqali amalga oshiriladi. Agar sizning nomingizda Xalq bankida plastik karta ochilgan bo'lsa, sizning nomingizga, agar Xalq bankida sizning nomingizga plastik karta ochilmagan, lekin turmush o'rtog'ingiz yoki voyaga yetgan farzandlaringiz, birga yashovchi farzandlaringiz nomiga plastik karta ochilgan bo'lsa, o'sha plastik kartaga mablag'larni tushirib beramiz. Rahmat. Navbatdagi Sardor Ibragimov, marhamat. Savol berishingiz mumkin. Sardor Ibragimov. Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat mana shu audio-chat tashkillashtirganingiz uchun. Menda ikkilantirayotgan bitta savol borda. Vazirlar Mahkamasining 654-sonli qarori bilan tasdiqlangan fuqarolik ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan o'sha qarorni bilan tasdiqlangan nizomning 20-bandida ya'ni nima deydi, moddiy yordam ko'rsatish arizasi berilganda rad etiladigan holatlar ko'rsatilganda 20-bandining kichik bandida adashmasam Mudofaa vazirligi tizimida ishlayotgan xodimlarga moddiy yordam ko'rsatilmasligi belgilab o'tilgan. Lekin uni ostida, ya'ni pastda bolasi yolg'iz tarbiyalayotgan yolg'iz onalar hamda nikohi bekor qilingan ayollar bundan mustasnoligi ko'rsatilganda, hozirgi kompensatsiya to'lab berish bilan bog'liq bo'lgan masalada bu aynan mana shu bandini qanday tushunish mumkin? Hozir bizda shunaqa xodim bor edi, u xodimning sen Mudofaa vazirligida ishlaganliging uchun senga nisbatan moddiy yordam hech qanaqa to'lanmaydi degan ma'noda javob xati beryapti. Savolingiz uchun rahmat. Eng avvalo to'g'ri savol berdingiz. O'sha Vazirlar Mahkamasining 654-sonli qaroriga asosan o'sha bandida o'sha siz aytib o'tganingizdek Mudofaa vazirligi tizimida ishlovchi oilalarning arizalari ko'rib chiqilmasligi belgilangan. Biroq yaqinda o'sha Prezidentimizning 84-sonli farmonlariga asosan o'sha qarorga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni bunda qanaqa o'zgartirish kiritildi? Agarda mudofaa tizimida ishlovchi oilalar o'sha shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarda, misol uchun oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumoti soliq bazasida bo'lib, fuqaroning ishlashi to'g'risidagi ma'lumot yagona milliy mehnat tizimida, ya'ni YAMMT deymiz, tizimda bo'lsa, bu oilalarga ham o'sha moddiy yordam yoki bolalar nafaqasi tayinlanishi mumkin bo'ladi. Bu o'sha 654-sonli qaror bo'yicha. Bundan tashqari kompensatsiyada u tizimda ishlagan to'g'risidagi ma'lumotlar o'rganilmaydi. Kompensatsiya tayinlashda faqatgina o'sha 3 ta narsa o'rganiladi. Oilaning mol-mulki, ya'ni o'sha ko'chmas mulklarda, avtotransport vositalari, shuningdek oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromadi o'rganiladi faqatgina. 3 ta holatda to'g'ri kelsa, bu oilaga o'sha kompensatsiya olish mumkin bo'ladi. Rahmat aka, rahmat. Ishlaringizga omad. Rahmat katta. Ana endi bizda Lola Ikramova savol bermoqchi. Lola Ikramova, marhamat, aloqadasiz, savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom. O'tgan ayominglar bilan hammanglarni. Menda savolim shunaqa, 4 ta farzandim bor, lekin boquvchimni yo'qotganman. Koronavirusdan vafot etganlar 2020-yilda. Lekin ulardan bizga mashina qolgan. Hozir agar men chiqsam mahallamizga, Toshkent shahar Barhayot mahallasidamiz. Mashinang bor deb yo'q deyish ham mumkinmi? Savol uchun rahmat. Mashinani o'sha ishlab chiqargan yili bo'yicha belgilangan. Ya'ni agar sizda yengil mashina bo'lsa, ishlab chiqarilganligiga 12 yildan ortiq bo'lsa, bu ta'sir qilmaydi mashina borligi. Agar ishlab chiqarilganligi 12 yil to'lmagan bo'lsa, mashina bor deb rad javobini berish huquqiga egaman. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar. Maftuna Shomirzayeva, marhamat, savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom, eshitamiz. Meni 2 nafar qizim bor, voyaga yetmagan, xo'jayinim o'tgan, boquvchisini yo'qotganman. Lekin men больницada kichik tibbiyot sanitarka bo'lib ishlayman. Пособием o'chirilgan 3 oydan beri. Пособие o'chirilgandan keyin kompensatsiya berilmaydi-ku u narsa. O'shanga men qiziqyapman. Salkam 2 oydan beri, 3 oydan beri пособие olmayman. Пособие olmagandan keyin kompensatsiya to'lab berilmaydi deb bizda ijtimoiy himoya Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan aytilgan. Bu savolingiz uchun rahmat. Yuqorida aytib o'tildiki, o'sha ijtimoiy himoya reyestri yoki kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan, shuningdek ikkala reyestrga ham kirmagan, biroq oiladagi o'sha boshqa mezonlar bo'yicha, mashina, ko'chmas mulklari bo'yicha kam ta'minlangan oilalar mezonlariga to'g'ri keluvchi, shuningdek oiladagi jon boshiga daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 barobardan oshmaydigan oilalarga ham kompensatsiya to'lovlari amalga oshiriladi. Bunda o'sha minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 barobari bugungi kunda 1,3 ming so'mni tashkil qiladi. Agar misol uchun siz ish joyingizdan olayotgan oyligingizni ikkita farzandim bor deb 3ga bo'lib bo'lganingizda o'sha belgilangan mezondan oshmasa, sizga ham kompensatsiya to'lanishi mumkin. Katta rahmat. Ana endi yana boshqa hamyurtlarimizga siz navbat beramiz. Shavkat Rahmatullayev, marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Yoshlar daftariga kiritilgan oilalarga ham kompensatsiya beriladimi? Shu haqida ma'lumot beriladi. Shavkat aka, savolingiz uchun rahmat. Yuqorida aytib o'tildiki, ikkita reyestr bor. Ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestri. Ikkita reyestr, mazkur ikkita reyestr kiritilgan, shuningdek reyestrlarga kiritilmagan, biroq oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 barobardan oshmaydigan oilalarga kompensatsiya to'lanadi. Bunda yoshlar daftariga kiritilganligi yoki kiritilmagani to'g'risidagi mezonlar o'rganilmaydi. Agar siz oilangiz to'g'risidagi oilangizning iqtisodiy holati yuqorida aytib o'tilgan mezonlarga to'g'ri kelsa, bu holatda kompensatsiya olishingiz mumkin. O'sha kambag'al reyestriga kiritilgani uchun yoshlar daftariga kiritilganmanda, daromad yo'q, pastligi sababli. O'shaning uchun so'rayapman. Tushunarli? Kambag'al reyestriga kiritilganingiz asos bo'ladi. Shunda hozir men qayerga murojaat qilib kiritsam bo'ladi? Onlayn topshiriladimi bu narsaga yoki qanaqadir tashkilotga ariza berishim kerak? Bugungi kunda kompensatsiya olish uchun o'sha belgilangan tartibda tumaningizdagi inson ijtimoiy markazlariga yoki o'zingiz istiqomat qilayotgan mahallangizdagi ijtimoiy xodimga murojaat qilsangiz, o'sha sizning arizangizni qabul qilib, axborot tizimiga kiritadi. Tushunarli, 100% javob oldim. Rahmat. Sog' bo'ling. Bizda navbatdagi savol Bekzod Matchonov, marhamat, savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mana bu elektr va gaz uchun 1 million kompensatsiya qachondan kuchga kiradi? Savolingiz uchun rahmat. Elektr 1 million so'mlik bir martalik moddiy yordam joriy yilning noyabr oyida amalga oshiriladi. Bizda navbatdagi yana savol Jalol Ochilov, marhamat, mikrofoningizni yoqib savol berishingiz mumkin. Jalol Ochilov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savolim shundan iboratki, boquvchisini yo'qotgan harbiy oilalarda gaz bilan svetiga kiritilish tartibi qanaqa bo'ladi? Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi Mudofaa vazirligi yoki mana shunaqa kuch ishlatma tashkilotidan olayotganlardek ko'rinmaydi-ku. O'shalarga kompensatsiya bersa bo'ladimi, yo'qmi? Savol uchun rahmat. Elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun kompensatsiya to'lashda, tayinlash to'lashda o'sha kuch ishlatma tizimlarida ishlovchi oilalarga to'lanmasligi to'g'risidagi qat'iy talab yo'q. Ular ham o'rnatilgan tartib, belgilangan tartibda murojaat qilishi mumkin va mezonlarga to'g'ri kelsa, ular ham kompensatsiya tayinlanadi. Bizda Bahronova Matluba, marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mani savolim, men boquvchimni yo'qotganman, o'zim pensionerman. O'qituvchi bo'lib chiqqanman, lekin men pensiyam o'zi 1 million boradi. Bitta o'g'lim bilan yashayman, o'g'lim voyaga yetgan, hali uylanmagan. Katta o'g'lim uylantirganman, uni oilasi boshqa, u chiqib ketganman oilamdan. Shuni olish haqqim bormi? Meni ham kompensatsiya to'ki bir mahalla ro'yxat tashladi mahallamiz, ular aytdiki, bola puli oladiganlarga berib o'tiramiz hozir. Shular pasportini olib kelsin dedi bir so'raganimda. Bizlar nima bormi shunga? Menga ham demoqchiman. Kompensatsiya.
ham aytyapti siz 150 kilovattdanmi qanchadan ko'p ishlatsiz, lekin men uncha 70-80 kilovatt ishlatamanda o'zim o'zim ishlaganim uchun, yashaganim uchun. Bu savolingiz uchun rahmat. Yuqorida aytib o'tildiki, elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun bazaviy me'yor o'rnatilgan, iste'mol me'yori, ya'ni o'sha elektr energiyasi uchun 200 kilovat va tabiiy gaz uchun isish mavsumida 500 kub va boshqa mavsumlarda 100 kub miqdorida bazaviy me'yor o'rnatilgan. Kompensatsiya o'sha bazaviy me'yordan ortiq iste'mol qilganligi, misol uchun o'sha elektr energiyasi uchun 200 kilovatdan ortiq iste'mol qilgan 150 kilovatgacha bo'lgan qismiga to'lab beriladi. Tabiiy gaz uchun qish mavsumida 250 kubgacha, boshqa davrlarda 150 kubgacha bo'lgan qismiga kompensatsiya to'lanadi. Agar siz ba'zi 70-80 kilovat ishlataman deyapsiz, demak siz bazaviy me'yordan kam ishlatasiz. Bunaqa holatlarda o'sha o'rnatilgan o'sha 200 kilovatdan kam ishlatilgan oilalarga kompensatsiya to'lovlari amalga oshirilmaydi. Va yana eslatib o'tamiz, mana shu kompensatsiya olish uchun 1-iyundan arizalar olish qabul qilinishi boshlandi va uni ham o'sha bevosita biz yuqorida aytgan ijtimoiy xodimlar orqali murojaat qilishingiz mumkin, ariza topshirishingiz mumkin bo'ladi.